Yukarıkılık senin devam vatandaşım bugünkü ıslahı 2021 yıl 9. ayının 3. günü vatandaşım. Devam et. Yukarıda görüp ettiğinle biz bir yerge toplangan. Bunca kişiler yoki olimlar, mutaxassislar ortiqchiligimizni joriy qildirib, ta'sir kuchimizni yig'ib to'plab, zehniy kuchimizni yig'ib to'plab, Jungoga bosim ishlatishni kuchaytirib, Uyg'urlarga bunday ziyonkashlik qilishni, cheklashni chorasiga izlanishimiz lozim. Uyg'urshunos failli yana bunday ko'rsatdi. Bu intayin zo'r insonparvarlik optidir. Bu işin təxirsizlik, ciddilik derecesi gün sayın aşmakta. Bu bir meydan ırk yokutuş mu? Ya ki bu bir meydan medeniyet yokutuş mu? Ya ki bu bir meydan insaniyet karşı cinayet sadır kılış mı? Biz bu doğruda kandak şikayet kılalayımız. Biz haqiqatdan inşallah görüştüp bu insanparvarlik optiga qaytadan diqqat qilib, qanday qilganda bu ofatning davomlashishini cheklab qala olamiz deb ko'rsatdi olim professor Failli xonim. Failli Newcastle Universitetining Jungo masalasi bo'yicha mutaxassisidir. Jungo taraf bu xonimni qora tizimlikka tizimlagan. 2007 yılda 2015 yılda Uyg'uriston Uyg'urlar masalasi bo'yicha 2 parcha kitap nashr qildirgan. Germaniyalik olim Adrian Zennez Uyg'uriston Uyg'ur masalasining yana bir mutaxassisidir. Uzun yıllardan beri Uyg'uristonda kishilik huquq, ziyonkashligi va majburiy emgakka diqqat qilib keldi. Bo'libmi, Uyg'ur ayollarining tug'ut cheklashga majburlanishi masalasiga texmo diqqat qilib keldi. Adrian Zennez bu qatam muhokama yig'inida Uyg'urlarning nüfusini azaytish uchun Jungo hukumatining qanday choralarni qo'llanayotganligi to'g'risida faktlarni o'rtaga qo'ydi. Mushqatam qilindi yig'inida. Tadqiqotchilar mundaq deyishdi. Yaqinqi yillardan beri kam deganda 1 milyon Uyg'ur jazo lageriga qamaldi. Jungo hukumati ularni majburiy emgakka soldi. Ularga tan jazosi berdi. Sistemli tug'ut cheklashni yo'lga qo'ydi. Uyg'ur madaniyatini va ularning diniy e'tiqodini yo'qotdi deb ayblandi Jungo. Jungo hukumati nazarband qilingan bu kishilar bilan ularning bola chaqasini ayirib etdi deb ayblandi Jungo. Amerika hukumati Angliya, Belgiya, Gollandiya, Kanada qatorliq davlat parlamentlari ilgari keyin bo'lib Beijing hukumatining Uyg'uristonda Uyg'urlar qaratgan siyosat, irq yo'qotish siyosati va insoniyatga qarshi jinoyatdir deb e'lon qildi. Amerika majburiy emgak bilan ishlangan Uyg'uristondan import qilinadigan paxta va pomidor mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini chekladi. Majburiy emgakka bog'liq shirkatlar va shaxsiylarni embargo qildi. Yevropa ittifoqi va Angliya Uyg'urlar ziyonkashlik qilishga qatnashgan amaldorlarga embargo yurgizdi. Yevropa ittifoqi tang nisbatda Amerika bu taraf, o tarafda Yevropa ittifoqi Uyg'urlar masalasi bo'yicha mana shunday besim ishlatdi Jungoga.